Bugun erkaklar orasida juda ko'p uchraydigan va ularning nozik nuqtalaridan biri bananingizni yetarlicha tarang turmasligi. Erektil disfunksiya haqida gaplashamiz. Nima uchun hammada ham ereksiya bilan bog'liq muammolar yuzaga kelmaydi? Hozir men aynan qaysi gruppa insonlarda ereksiya bilan bog'liq muammolar yuzaga kelish mumkinligi haqida gapiraman. Birinchisi qandli diabetning birinchi va ikkinchi tipi bilan xastalangan bemorlar. Ikkinchisi zalga chiqib o'z boshimchalik bilan steroid preparatlar, gormon preparatlarini qabul qilganlar. Semizlik, ortiqcha vazn bilan aziyat chekayotganlar, kam harakatlilik, stress, pornoga qaramlik, masturbatsiyaga qaramlik yoki hozirgi zamonaviy kasblar orasida logistika sohasida yurganlar, tunda ishlab, kunduz uxlaydiganlar, chekish, spirtli ichimliklar, psixotrop moddalarni haddan ziyod ko'p qabul qilib yuruvchilar, genetik kasalligi bor yoki varakasellisi bor insonlarni kelajakda ereksiya bilan bog'liq muammolar kutayotgan bo'lishi mumkin. Erektil disfunksiyani, ya'ni jinsiy olatning yetarlicha tarang turmaslik kasalligini davolashdan oldin hozir aytgan gaplarni inobatga olib, kerakli tekshiruvlarni o'tkazish kerak. Ya'ni nima sababdan ereksiya bilan bog'liq muammo vujudga kelyapti? Shuni aniqlab olish kerak. Eng ko'p testosteron pastligi, yo ayollik gormonining balandligi, yo GSP'ning balandligi, qon tomir kasalliklari tufayli ereksiya bilan bog'liq muammolar vujudga keladi. Hozirda klinikamizda erektil disfunksiyaning barcha turlarini davolab kelyapmiz. Hattoki yosh 80 ga kirgan, qandli diabet bilan og'rib keluvchi otaxonlarga ham bir komponentli yoki 3 komponentli penil protezlar qo'yib, ularni jinsiy hayotlarida yetarlicha garmoniyaga erishishlari uchun yordam berib kelmoqda biza.